5 fevral G'ulji qirg'inchiligi haqida qizish, to'plash va ratlash ilib berish to'g'risida chaqiriq. 2020 4 mart 1997 yılı G'uljida yuz bergan 5 fevral G'ulji qirg'inchiligi Xitoy faşist hokimiyati Sharq Turkistonni besib olgandan buyon Uyg'ur xalqi ustidan yurgizgan eng cho'ng qirg'inchiliklarning biri. Nima uchun biz G'ulja 5 fevral harakatini G'ulji qirg'inchiligi deb ataymiz? Paketimiz bormi? Shundoq, paketimiz bor. Birinchi 1997 yılı 2 ayning 5 kuni hukumatdan mashrab o'ynagan yoshlarni izderaksiz tutqun qilishni to'xtatish va sabdoshlarining izderkini berish haqida tinchlik namoyishiga chiqqan G'ulji yoshlarga Xitoy hukumati fevralning qattiq sovuqlariga qaramay muzdek suv chachqan. Ko'zidan yosh oqqizdigan bomba atgan va oxirida o'q tutgan. Shundaqla bu namoyishchi yoshlarning hammasini tutqun qilib, qonunsiz holda turmalarga tashlab, inson qalbidan chiqqan tan jazosi elib borgan. Ikkinchi 5 fevral G'ulji namoyishiga chiqqan yoshlarning oqibati mundaq bo'lgan. Birinchi G'ulji shahar Muz maydonida ochiq sud ichib, o'lim jazosiga hukm qilinganlarni Ili daryosi bo'yiga elib berib, miltiq bilan etib ijro qilish, meyitini oilasiga bermaslik. Ikkinchi muddatsiz kesish. Uchinchi 20 yil, 15 yil, 10 yil va 3 yildan 5 yilgacha muddatli kesish natijasida bir davrga vakillik qiladigan Uyg'ur yoshlarining butkul hayotini faqat va faqat namoyishga chiqqanligi uchunla nobud qilish. Uchinchi 5 fevral G'ulji namoyishi qatnashgan yoshlarning qaysi turmaga tashlanganligi haqida oilasiga hech qanday xabar bermaslik va bir qancha oylar shundoqla yillar o'tgandan keyin jasadini oilasiga tashlab berish. To'rtinchi garchi 5 fevral G'ulji namoyishiga qatnashmagan va faqat mashrab o'ynagan bo'lsa-mu, yuqorqidek fojiaga duchor bo'lish. Yeni paketimiz bormi? Shundoq, paketimiz bor. Bu paketlar 5 fevral qonli qirg'inchiligidan keyin chet ellarga qochib chiqib, 5 fevral G'ulji qirg'inchiligi sababidan erkin demokratik davlatlarda siyosiy panohlik tilab qilib qolgan har bir qarindishimizning vijdoniga putilgan. G'ulja 5 fevral qahramon shehidlarining to'kkan qonlari badiliga erkin davlatlarda yashash fursatiga erishgan. Har xil insoniy farovonliklardan, sut pulidan bahramand bo'layotgan har bir vijdon egasi elayotgan har bir nafsi uchun 5 fevral G'ulji shehidlarga qarzdor. Zolimlar qandaq millatlarning ustidan tarixni qayta takrorlaydi. Albatta, o'z tarixini yozma shaklda qoldira olmagan. Eg'izdan eg'izga rivoyat qilib, oxirida yo'qotib o'tgan millatlar uchun takrorlaydi. Uyghur Project Foundation bilan Turkiyaning Istanbul shahrida ta'sis qilingan Ili Mashribi WhatsApp gruppasi birlikda 5 fevral G'ulji inqilobining Xitoy tarafidan elib berilgan qirg'inchilik ekanligini isbotlaydigan 5 fevral arxivlarini qizish, to'plash va ratlash projekti elib bormoqchi. Qizish, to'plash va ratlash tövendekidek mazmunlarda elib beriladi. Birinchi rasm, video, tutish buyruqi. G'ulji shaharlik xalq hukumati va viloyatlik partkomning
5 fevral namoyish haqida chiqargan hujjatlari, hukmnomalari, radio va televiziyada berilgan xabarlar. 2. 5 fevral G'ulji namoyishdan keyin elib berilgan, G'ulji shahrini markaz qilgan har xil partizanlik harakatlarda shehid bo'lganlar haqida ma'lumotlar. 3. 5 fevral G'ulji namoyishdan keyin G'ulji shaharlik muz maydonida elib berilgan bir qancha qitimliq ochiq sudda o'limga hukm qilinganlar haqida ma'lumotlar. 4. Xitoy tarafidan 6 fevral urush, chiqish, bulash vaqasi deb atalgan vaqada Xitoy taksi shofirlariga tash atdi degan bahona bilan qamoq jazosiga hukm qilingan 18 yoshdan to'van 15-16 yoshlik bolalar haqida ma'lumotlar. 5 fevral namoyishiga chiqqanligi va mashrab o'ynaganligi sababidan muddatsiz qamoq jazosiga hukm qilinib, hozirgacha turmada yetayotganlar. Shundaqla muddatlik qamoq jazosiga hukm qilinib, muddati to'shqandan keyin qo'yib berilganlarning hozirgi jazo lagerlariga tashlanish ahvoli haqida ma'lumotlar. 6. 5 fevral namoyishi bo'lgan kuni tushdan keyin tutqun qilingan yoshlardan Xitoy tarafidan urib o'ltirib etilib, oilasiga jasad tashlab berilganlar. 7. Ayni chog'dagi G'uljini markaz qilgan Uyg'ur diniy va har qaysi sohalardagi zotlarning tutqun qilinishi va echinishlik oqibati haqida ma'lumotlar. 8. G'ulji shahar Bedi bozoridagi Xitoy qurolli kuchlarining xalqni o'q tutishi va bu sababdan bir qancha kishining o'lishi hamda bir qancha kishining yaralanish voqeasi haqidagi tafsiliy ahvollar. 9. 5 fevral sarkillardan Abduxalil Mijit va boshqa oldingi safda mangan kishilarimizning hayotiga munosabatli ma'lumotlar. 10. Nilqa, Kunas va Tikas qatorliq noiladan tutqun qilingan yoshlar va Xitoy tan jazosi berib o'ltirayotgan yoshlar haqida ma'lumotlar. 11. G'ulji shahar Yangi hayot turmisi, Kunas qora bo'g'ra turmisi, Chopchal suv turmisi, Ili oblastlik saqchi turmisi, Ili oblastlik diviziya turmisi qatorliq turmalardagi qiyin qistoq ahvoli. 12. Jazo muddati to'shib qo'yib berilgandan keyin turmadan kallidan ketgan xomush holatda chiqqanlar haqida ma'lumotlar. 13. 5 fevral G'ulji namoyishidan keyin Xitoyning G'ulji xalqi qarta ilib borgan har qandaq zo'magarligiga oid materiallar. O'z ko'zingiz bilan ko'rgan va anglagan ishlar. 5 fevral G'ulji arxivlarini qizish, to'plash va ratlash yaqinda nashrdan chiqqan 5 fevral arxivlari nomli kitobning davomi bo'ladi. 5 fevral G'ulji inqilobi haqida bilmaydiganlarimiz biladiganlarimizdan ko'p. So'zlayli, yozayli, saqlayli va o'qiyli. Aloqalashuvchilar: Turkiyadan Jurat G'ulja. Telefon nomeri 555 066 99 99. Kanadadan Gülşen Abduqadir. Telefon nomeri 164 77 70 26 31.